baxt pulda emas deb hali ham o'zingizni ishontirib yashayapsizmi? To'g'ri. Baxtni pulga sotib ola olmaysiz, lekin sizga baxt keltiradigan sharoitni, muhitni, buni hammasini to'lovi bor. Sayohatga chiqasizmi, pul to'lov qilasiz. Mazangiz bo'lmaydi, doktorga borasiz, shifokor ko'riga ham pul turadi. O'zingiz uchun yaxshi taom yemoqchi bo'lsangiz, hammasini to'lovi bor. Ayniqsa yaxshi ta'lim uchun, ustozlar uchun hammasini to'lovi bo'ladi. Sizga chinakam baxtni beradigan holatlarni yaratish bu sizdan pul talab qiladi. Nurizbekam, oxirgi paytda mana shu yetishmovchilik, ya'ni erim pul bermaydi, menga pul ajratmaydi, yo'qchilik meni qiynadi degan sabablar bilan ajrimlar juda ko'p bo'lyapti. Men 7 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli psixolog sifatida shu narsani tahlil qildimki, bizda mana shu pulsizlik ham ajrimlarga, tirik yetimlar sonini ko'payishiga sababchi bo'lyapti va shu munosabat bilan men siz aziz nurizlilarim uchun aslida qiymatli bo'lgan kursimni bepulga sizga hadya qilishga qaror qildim. Bu darslik emas, bu kurs hisoblanadi. Bu kursimni olmoqchi bo'lsangiz, foydalanib siz ham hayotingizga baxtga, sakinatga erishmoqchi bo'lsangiz, izohlarda 8 raqamni yozib qoldirsangiz, men sizga mana shu kursim joylangan Telegram kanalimni havolasini jo'nataman va tezlik bilan kirib, mazza qilib ilm olsangiz bo'ladi.